Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakaslarimizda 3 ta eshik 4 ta romni oltin ko'lga olib kelib o'rnatib berdik. Ko'rib turganingizdek, jinsida och rangidan juda ham chiroyli chiqdi. Mana bitta 2 qanot, 2 ta 1 qanot o'rnatganmiz. Mana ochilib yopilishlarimiz ham juda ham chiroyli, bemalol ochilib bilaman. Aynalar germetiklangan. Romlarimizni mana ponni ip tortib oldin tekis qilib o'rnatib berganmiz. Juda ham tekis, juda ham chiroyli chiqdi. Oldin bitta chiroyli qilib shuvoq qo'ysa, yana ham yaxshi bo'lar ekan. Kimda shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Mana ochilib yopilishlari juda ham zo'r. Orqa taraflaridan ham ko'rsatamiz. Penalab bo'ldik mana. Hatto penalab qo'ydik, pena ushlab qoladi, juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Mana bularda narxini aytib o'tsa, kvadratini 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Hamma yo'q ichida bo'ldi. Mana kalitini topshirdik. Mana kimga eshik rom kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Elga qilyapmiz, el qatori mana sizlarga ham qilib beraveramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz, kanalimizga keyinroq tarqalish uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Piston.